Assalamualaikum, hörmətli Şərq Türkistanlıq qarindoshlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısında görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Төндә təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. Xitay O'rta Osiyo bilan bo'lgan kelgusidagi hamkorlikning yangi planini tuzdi. Xitoyning chetga ochilgan Zuani CGTN xabar kanalining 16-iyun kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Xitoy va O'rta Osiyo davlatlarining rahbarlari birlikda kelgusi hamkorlikning yangi planini tuzib, bir balvoq bir yo'l hamkorligiga yangi bo'shliq ochib, pat arada o'tkaziladigan ikkinchi navbatlik Xitoy O'rta Osiyo boshliqlar yig'inida o'rtaq kelgusi bo'lgan Xitoy O'rta Osiyo jamiyati barpo qilinganligini aytgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Go Jiakun dushanba kuni o'tkazilgan qarorlik muxbirlarni kutib olish yig'inida taraflarning Xitoy bilan O'rta Osiyo davlatlarining bir balvoq bir yo'l hamkorligi to'g'risidagi savoliga javob berib, O'rta Osiyo bir balvoq bir yo'l tashabbusi tunji qatam o'tirg'a qo'yilgan joy bo'lib qolmay, yana a'lo sifatli bir balvoq bir yo'l qurilishi turi hamkorlikning oldingi sepi bo'lib, O'rta Osiyodagi 5 davlatning hammasi Jungo bilan bir balvoq bir yo'l qurilishi hamkorlik kelishimi imzoladi. Jungo va O'rta Osiyo davlatlari taraqqiyotni ilgari surish va kishilarning turmushini yaxshilash uchun loyihalangan bir yurish imzo turlarini yo'lga qo'ydi. 2024-yili Jungo bilan O'rta Osiyo davlatlari o'rtasidagi savdo rekordi eng yuqori chekdagi 674 milliard 150 million yuan, ya'ni taxminan 94 milliard dollar bo'lib, 2013-yildagiga solishtirganda 116% oshdi. Jungo Qozog'iston neft turbi yo'li turi va Jungo O'rta Osiyo tabiiy gaz turbi yo'li turi misolga olinganda, Jungo bilan O'rta Osiyo davlatlari o'zaro manfaat yetkazadigan hamkorlikning yangi andisini topdi degan. Bundan boshqa u Xitoy Tojikiston tosh yo'li, Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston tosh yo'li va Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'lining rayon aloqasini yangi saviyaga ko'targanligini, bir balvoq bir yo'l hamkorligining Xitoy O'rta Osiyo hamkorligining muhim nuqtasiga aylanganligini, amaliy hamkorlik, raqamli iqtisod va yashil energiya sohasida o'tkinchi bosqichga kengayganligini, Xitoyning Qozog'iston va O'zbekiston bilan bo'lgan o'zaro viza kechirim qilish kelishimining yo'lga qo'yilib, o'zaro madaniyat almashtirishning kuchaytirilib, Xitoylar bilan O'rta Osiyo davlat xalqlarining munosabatining quyuqlashganligini aytgan. Tajovuzchi Xitoyning Zuani yer shari vaqti to'rining 17-iyun kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy prezidenti Xi Jinping dushanba kuni ikkinchi navbatlik Xitoy O'rta Osiyo boshliqlar yig'inidan ilgari Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev bilan ko'rishgan. Xi Jinping Jungo Qozog'iston bilan hamkorlashib, ikki davlat munosabatining muqimligi va aktiv energiyasi bilan rayon va dunyoning tinchligi va taraqqiyotiga texmi ko'p tuhfa qo'shadi. Jungo bilan Qozog'iston yadrolik manfaat va asosiy ko'ngil bo'lgan masalalarda davomli bir-birini qo'llab, o'zaro bog'lanib, taraqqiyot strategiyasini ilgari surishda turtkilik bo'ladi. Jungo bilan Qozog'iston haqiqiy ko'p taraflamalikni yo'lga qo'yib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning o'rtaq manfaatini qo'g'daydi degan. U har ikkala davlatni qonun ijro qilish va mudofaa almashtirishni kengaytirishga, atalmish terrorlik, bo'lginchilik va oshquliqqa o'rtaq zarba berishga chaqirgan va ikki tarafning o'zaro ulanish, yuqori texnikalik hamkorlik va yashil energiya taraqqiyotini ilgari surish kerakligini o'ttirg'a qo'ygan. Xitoyning Zuani Xinhua agentligining xabariga qaraganda, u Xitoyni Qozog'istonni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bilan xalqaro sistemani va xalqaro qonunni asos qilgan xalqaro tartibni qo'g'dashga chaqirgan. To'qayev Xitoy Qozog'istonning do'stona qo'shnisi, yaqin do'sti va ishonchli hamrohi degan. Ikki rahbar hamkorlik hujjatlarini almashtirish murosimiga qatnashgan. Xitoy va Qozog'istonning davlat bayrog'ini ko'targan Qozog'iston yoshlari va bolalar Shining ziyoratini qizg'in qarshi olgan. Qozog'istonning Xitoyda turishliq bosh elchisi Shahrat Nurishev yaqinda yer shari vaqt gezitining maxsus ziyoratini qabul qilganda, Xitoy Qozog'iston munosabatining orqasidagi eng muhim harakatlantirgich kuch prezident diplomati Xi Jinpingning bu qatimqi ziyorati ikki taraflik hamkorlik uchun yangi ufq ochadi degan. Qozog'istonning poytaxti Ostonadagi Xitoyning aqliy iqtidorli telefonlari, yangi energiya mashinasi, Xitoyning elektronlik savdo supulari bevosita yetkazib berilgan kichik tovarlar va Xitoy yasagan yenik temir yo'l sistemasining unumi yerlik kishilarni hayron qoldirgan. Xitoy tilini o'rganish qizg'inligi va kishilar bilan o'zaro ta'sirning cho'nqirilishi Xitoy bilan Qozog'istonning o'zaro yaqinlashishining muhim ko'rsatkichiga aylangan. Dushanba kuni Qozog'istonning Xitoy sayohat yilining muhim faoliyati bo'lgan Qozog'iston davlatlik muzeyida ochilgan Xitoydan Qozog'istongacha Ipak yo'li nomli ko'rgazma ochilgan. Bu pat arada o'tkazilmoqchi bo'lgan ikkinchi navbatlik Xitoy O'rta Osiyo boshliqlar yig'iniga to'g'ri keladi ekan. Faoliyatda Ostonadagi Konzi institutidagi nurg'ulg'an yerlik yoshlar va qozog'istonlik o'quvchilar Xitoyning an'anaviy kiyim-kechaklarini kiyib san'at numurlarini o'rinlagan. 希望您喜欢。中华历来是敬民，山水相连象尽亲，一起完
Dushanba kuni faoliyatning ochilish murosimiga qatnashgan Qozog'istonning Madaniyat va uchur ishlari ministrligining muavin ministri Aydek Jeksenelayt Sidikov o'tgan 2 yilda Xitoy bilan Qozog'iston madaniyat va xalq hamkorligida ko'rinarli ilgirlashlarni qo'lga keltirdi. Bulturqi Qozog'istonning Xitoydagi sayohat yili buning yorqin misoli bo'ldi. Xalqaro muhim ahamiyatga ega bir cho'ng faoliyat bo'lish sifatimiz bilan ikkinchi qatimliq Xitoy O'rta Osiyo boshliqlar yig'inida zo'r va'dalar bor. Biz bo'libmi madaniyat sohasida ko'rinarli ijobiy natijalarni umid qilamiz. Texmi muhimi biz ikki davlat o'rtasidagi do'stlik munosabatini texmi kuchaytirib cho'nqirlashtirishni umid qilamiz degan. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Jumhur raisi doktor Mamtuminali apandi buningga ijtimoiy axborot vositalarida inkos qaytirib, Xitoyning O'rta Osiyodagi ta'sir kuchi kishini cho'chitadigan darajada kuchayyotidi. Bu bir balvoq bir yo'l tashabbusi orqali ilib berilayotgan yumshoq va jimjit mustamlakachilikning bir xil shakli. Bu tashabbus davlatlarni qarz to'siqiga ishtirgan muhim moliya kelishimnomalariga yo'l ochdi. 2025 yilga qadar O'rta Osiyo davlatlarining Xitoyga taxminan 20 milliard dollar qarzi bor. Buningdagi Qozog'istonning eng chong ulushi 9 milliard 200 million dollar. Uningdan qolsa Qirg'iziston va O'zbekistonning har birining qarzi 4 milliard dollar. Kun sayin kuchayotgan qarz eg'ir xiris paydo qildi. Bo'libmi Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston qatorliq davlatlarga iqtisodiy jihatdan eg'ir qiyinchilik olib kelishi mumkin. Bu qarzlarning ta'siri qimmatli kon boyliqlari va halqiliq strategik ul asliyalarning yo'qolishini keltirib chiqarib, bu davlatlarni unumli holda Xitoyning quliga aylantirdi. Undan boshqa O'zbekistonning uzun o'tmay mushunga o'xshash yo'nalishni bo'ylab menishidan andishalar bor. Xitoyning O'rta Osiyodagi iqtisodiy va siyosiy kontrolidagi bu o'zgarish Rossiyaning O'rta Osiyodagi ta'sirini azaytib, Rossiya bilan Xitoyning hozirgi hamkorlik munosabatiga buzg'unchilik qilishi mumkin. Yangi cho'ng bir o'yin untinsiz holda Xitoyning siyosiy rejimsizligining qurboni bo'lgan Uyg'urlarning fojiasidan va Xitoyga to'lab bo'lolmag'idek qarz to'siqiga tushib qolgan davlatlarning saboq olishidan to'limi beparvo g'aflatda qilishi orqasida O'rta Osiyoga olib kelgan ajallik ta'sirlar bilan davom qilmoqda dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandi Xitoy imperiyasining Qozog'iston avtonom rayonining valisi ziyoratga kelgan Xitoy imperatoriga hurmat bildirish uchun Xitoycha so'zlashga astoydillik bilan tayyorlangan tili, kimligi va izzat hurmatidan mahrum qilingan qozog'istonlik bolalarni sovg'a qilgan. Ular tayyorlagan o'yinlarni ko'rsatdi, ta'zim qiladi. Xi Jinping milliy gullanish turining Qozog'istondagi taraqqiyotidan nihoyatda mamnun bo'ladi dedi. Cumhuriyet milliy mafkurasidan termilar, shon-sharaf va ulug'liq. Bir qism yuzaki insonlar shon-sharaf va kattalikni pulga sundirib o'ylab oladi. Ular hatto haq yoki nohaq usulda bo'lishidan qat'iy nazar biror obro' yoki mansab egasi bo'lishdek, cho'ng-cho'ng imoratlarni yasab o'tirishdek, nochi eti harvisi bo'lishdek, boshlariga qimmatbaho narsalarni kiyib, isil to'n kamzullarni kiyishdek, odamiylik sharafga aloqasi yo'q narsalarni orzulab o'tadi. Bundaq o'ylash xatodir. Amaliyotda inson uchun haqiqiy sharaf uning insoniyat dunyosiga, jumladan vatani va mamlakatiga xizmat qilishdan keladi. İnsanlar jamiyatiga xizmat qilmaydigan hamda yurti va xalqiga manfaati tegmaydigan mol dunyoning ayvon saroy, bog'-baron, isil kiyim-kechaklarning hech qaysisi insoniy ulug'liqdan, sharaf, izzat jumlasidan sanalmaydi. Bundaq narsalarning haqiqiy ulug'liq va odamiylik fazilatlar bilan bog'lanishi yo'q. Haqiqiy sharaf va haqiqiy ulug'liq insonlar dunyosiga, vataniga va millatiga xizmat qilish bilan, ularga yaxshilik qilish bilan bo'ladi. Cenab-ı Hak insondan uningga ato qilgan ne'mat va qudratlarni umumning manfaatiga qanchalik ishlatganligidan, qaysi xil ishlarga ishlatganligidan so'ramay qo'ymaydi. Shaxsiy mol-mulk yig'ish va dunyo to'plashning bashariyat tarixida hech ahamiyati ko'rilgan emas. Bu narsalar bo'lmasmi, vatani va millatiga xizmat qilgan kishi tarix nazarida yanada sharaflidir. Shunga millatiga xizmat qilgan buyuk zotlar barcha dunyo ahlida nomi muqaddas bo'lgan va ta'zim bilan yod etilib kelgan. İslamiyatdimi Ömer, Ali, Hamza va Xolid radhiyallohu anhumlarga o'xshash buyuk zotlar, Tariq ibn Ziyod, Qutayba ibn Muslim kabi Fatih sardorlar, adashsiz, sanab tugatkusiz ulug' mujohidlar, ulamolar, mujtahidlar va hukmronlarning hammasi millati islomiyaga, ya'ni musulmon xalqlariga qilgan xizmatlari bilan mashhurdir. Keyingi asrlarda Amerika ozodlik urushlariga rahbarlik qilgan Washington Amerikani bayqagan Kolombo va uning ahvolini dunyoga tafsiliy anglatgan hamda uning nomini dunyoga abadiylashtirgan edi. O'z tirishchanligiga tayanib Italiyaning cho'ng davlatlar qatoridan o'rin olishini amalga oshirgan Bismarck
Shundaqla hozirgi Turkiyaning qurg'uvchisi Buyuk G'azi Mustafa Pasha va boshqa mashhurlarning dunyo tarixida ko'rsatgan xizmati va shuhrati bilan baqiy bo'lib turg'usi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Kelar qatim programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lg'aysizlar.